Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2021 yili 21 oktyabr payshanba. Oldi bilan men bugungi mazmunlarni sunishdan ilgari menga bir hurmatli zot yo'llagan buni mazmunlarni, ya'ni o'zim yaxshi ko'rganligim uchun sizlar bilan o'rtoqlashishni xohladim. Ya'ni mening bu kanalda bütün so'zlashni haftada bir qitim so'zlashga tirishishdan maqsadim nima degan vaqtda qarindoshlarimiz bir azroq bo'layotgan ishlardan, siyosiy, iqtisodiy ishlardan xabar tepib, o'zlarining kishilik hayotdagi tanlashlarda yaxshi tanlash, to'g'ri tanlash qilishlarini va yuksalishni umid qilganligim uchun. Ammo mening bir odatim bor, nima desa, bir hikmatli so'zlarni mashhur kishilarningki ba'zi bir hayot tajribalari yug'urilgan qimmatli so'zlarni o'qiyman, undan ilhom olaman. Shunga menga kelgan so'zlar, yo'llangan so'zlar menga yoqqan uchun buni sizlar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri ko'rdim. Bu mening so'zim emas, ammo men yaxshi ko'radigan, to'g'ri topgan so'zlar bo'lganligi uchun buni o'qib beraman. Ya'ni sayyora so'zlamayman demakchi, ya'ni kallamda nima bo'lsa shuni so'zlamayman demakchi. Hayot yurganlarga emas, hayotlikni qadrlaganlarga mansubdir. Yaxshilik qilganlarga emas, yaxshiligini zoyi qilmaganlarga mansubdir. Vaqt kutib turganlarga emas, onu chin tutganlarga mansubdir. Bilim o'qiganlarga emas, tirishib o'rganguchilarga mansubdir. G'alaba umidni uzganlarga emas, bal qo'yvatmaganlarga mansubdir. Do'stlik manfaat olganlarga emas, qadrlaganlarga mansubdir. Boylik izlaguchilarga emas, tirishib izdanguchilarga mansubdir. Ömür uzun yaşaganlarga emas, ahamiyatlik yaşanganlarga mansubdir. Demek, yoshligimizni, hayotimizni qadrlashimiz, ma'nilik yashashga tirishishimiz degandek shunday bir qism gaplar bo'ladi, bizning cho'nglarimiz bizga nasihat qilgan chaqda deydigan. Endi shu gaplar to'g'ri bo'lganligi uchun, ya'ni qimmatli bo'lganligi uchun ba'zilarimiz quloq tutamiz, ba'zilarimiz anglab qo'yamiz, ammo diqqat qilmaymiz. Biroq men ko'pchilikning, jumladan shaxsan o'zimma shu qimmatli so'zlarga diqqat qilib, uni real hayotimizga tatbiqlab yashashga tirishimiz lozim deb qaraganligim uchun buni sizlarga o'rtoqlashdim. Necha vaqtdan buyon sizlarning xabaringlarda va men asosli makrolik iqtisodiy ahvollar to'g'risida so'zladim, ya'ni milliy daromadning ishga o'rilishish yoki ishsizlik nisbatining ishi va yoki bo'lmasa pul pahalılık to'g'risida. Endi bugun bir mikrolik masala, mikrolik iqtisodiy masala haqida, ya'ni ma'lum bir soha, ya'ni o'mlik sohasi haqida to'xtalmoqchi. Bundan to'xtalishdan avval men haftada bir shaxs sifatida Amerika hukumatining bu qitim Xitoyga bosh elchi qilib tayinlagan, ya'ni Prezident Biden tayinladi buni kishi to'g'risida. Nicholas Burns degan kishi to'g'risida qisqacha bir tushuntirish berib o'tay. Bu haftada bir shaxs temisdagi mazmunga mos keladi. Nicholas Burns hozir Harvard Universitetininki Kennedy hukumat maktabi, ya'ni Kennedy School of Government deydi Harvardda. Harvard Universitetining qaramog'ida bir necha institutlar bor. Bu institutning qaramog'idagi maxsus davlat boshqarish kasblari bo'yicha tarbiyalangan bir turkum odamlarni o'qitadigan shunday bir institut bor, ya'ni Kennedy School of Government degan. Bu Amerikaning 60-yillarda dunyo shuhrat qozongan siyosiyoni prezidenti suiqasdga ushlab qazo qilgan Kennedy'ninki nomi qo'yilgan maktab. Ask not what my country can do for you, ask what you can do for your country deb. Ya'ni mening davlatim men uchun nima ish qilib deb so'ramay, balki men davlatim uchun nima ish qilib beraman degan mashhur so'zni qilgan odam. O'xshash bir so'zni tatbiqlasak, ask not what my nation can do for me, ask what I can do for my nation deb so'rsak bo'ldi o'zimizni. Ya'ni mening millatim men uchun nima ish qilib berdi emas, men millatim uchun nima ish qilib beraman deb o'zimizga tatbiqlasak bo'ladi. Dal demakchi o'g'lim gaplarlar bu shunday qistirilib qoldi, og'zimga tabiiy kelib qoldi. Bu Prezident Kennedy'ning nomi qo'yilgan maktabda o'qituvchi, ya'ni professor bo'lib ishlayotgan bu kishi Xitoyda turishliq Amerikaning bosh elchiligiga tayinlandi. Tunugun bu Amerikaning Kengash palatasining tashqi ishlar komitetida vazifaga o'tirish savol so'roq jarayonida Xitoy tutgan pozitsiya masalasida bundaq bir necha ig'iz gapni qildi bu kishi. Ya'ni biz Tayvan masalasida
Xitoy hukumatiga ishinib ketishga bo'lmaydi. Ular Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligini to'xtatish kerak, Tibetlarga qilayotgan zulmni to'xtatish kerak, Hongkongliklarga nisbatan zulmni azaytish kerak degandek shunday gaplarni qildi. Buni yana analizchilar Xitoyga nisbatan qattiq pozitsiya tutgan diplomat deb qarayotdi. Bo'lmasa bu odamninki Amerika nurg'unlagan siyosatchilar va biz ularning hammasining gap so'ziga diqqat qilmaymiz. Ammo bu kishi Uyg'urlar masalasi to'xtalganligi uchun men ko'pchilikniki bir diqqat qilishini ham bir ya'ni bilib qilishini umid qildim. Ya'ni bu kishi Buffaloda tug'ilgan 50-yillar, kasbiy diplomat. Burun Cumhuriyet İşler Partisi, Demokrat İşler Partisi hokimiyat tutgan vaqtda shu diplomatlik vazifasida o'tagan. Hozir Harvard Universitetining professori, ammo yana diplomatiya sohasiga yenib kelish oldida turdi bu kishi. Massachusetts shtatining yana Bostondan bir 10 necha kilometr chiroqyadagi Wellesley degan yerda o'sib cho'ng'igan kishi ekan bu. Bu kishiningki Beijingga borgandan keyin bilasizlar, Beijingda Xitoy Amerikaningki Beijing turishlik bosh elchisi 1 yildan buyon yo'q. Bu kishi borgandan keyin ba'zi ishlarga diqqat qilish mumkin. Buni bilib qo'yishinglarni umid qildim. Endi gapning postkallasi bizningki abonentlarningki ba'zi saboq qarindoshlarningki o'yimlik sohasi to'g'risida so'rgan savollarga bir javob berib o'tish. Ya'ni bir qism qarindoshlar o'pib biz uy olsak narsa qildi, uylish kerakmi, olmaslik kerakmi, uyning bahsi bak o'sab ketdimi qandoq 2008-yildagi Amerika yuz bergan uy pul muomala kirisi shu uylishdan boshlangan mushu yana qayt yuz beramdi degandek shunday savollarni qarindoshlar so'rab ekan, bularga azozdan bir javob berib o'tay. Albatta bizningki iqtidorimiz, ya'ni setilish kuchimiz bo'lsa, biz cho'qim uy ilishga tirishish kerak. Chunki men o'tgandagi so'zamda leksiyada u gapim uzilib ketib qoldi. Shu gapni dedim. Maslowning ehtiyojining qatlam bo'lish nazariyasida insonning birinchi ehtiyoji uning turalg'i yeri bo'lish. Ya'ni bundaq aytgan vaqtda bizning ota-bobolarimiz shunday gaplarni qilgan. O'z uyimning boshlig'i, o'z uyimning qo'shlig'i, putqo'limning boshlig'i deb. Yoki bo'lmasa biz zag'ir til bilan aytgan vaqtda obrazli o'xshash bu. Bir chashqan yomonlab chiqilak Namrod bo'lsinmi, o'zimning to'ttal eski timi bo'lsinmi, bosgan degan gap. Bu kishilardagi o'z hayotiga o'zi ega bo'lishdan iborat, ya'ni o'z ishiga o'zi mustaqil bo'lishdan iborat mustaqillik ideyasiningki bir shaxsning irodasida bir aks etish bo'lib ifodalandi. Shunga agar biz uy olmaydigan bo'lsak, sharoitimiz bo'lib turibmi, uy olmaydigan ish bo'lsak, biz o xil mustaqilligimizni boshqalar tutqizib qo'ygan bo'lamiz. Kim tutqizib qo'ygan bo'lamiz desa, shu uyni bizga ijara beruvchilarga. Chunki talada uxlolmaydi-da. Ya bu uy ijaralib turish kerak yoki uy setib olish kerak. Uy ijaralib turgan vaqtda biz erkinligimizni, shu mustaqilligimizni shu bizga ijaraga beradigan odamlarga tutqizib qo'ygan bo'lamiz. Shunga amal fursatli bo'lsa, imkoniyatli bo'lsa, uy olish kerak. Ya'ni iqtisodda uyga nisbatan ham talab bo'ladi odamlar, ham ehtiyoj bo'ladi. Hamma odamning ehtiyoji bo'ladi uy olishga, ya'ni yaxshi uy olishga. Lekin bu ehtiyoj iqtisodda yana bir so'z talabga aylanmaydi. Nimishga aylanmaydi desa, birisi o'ylish uchun bozorda bir uy setib olgan bir kuchlar shakllanish uchun odamlarda ashul istak bo'lishi kerak, ehtiyoj bo'lishi kerak. U bor, hammadan bor. Lekin desa, shuni masal setilish kuchi bo'lishi kerak. Ya'ni iqtisod bo'lishi kerak, pul bo'lishi kerak. U hammadan bo'lmaydi. Shunga bu uy mulk bozorida bozorningki tavrinishi, ya'ni qizib ketishi, tuvallab ketishi bu kishilarningki talabalarningki qanday bo'lishi, ya'ni setilish kuchining qanday bo'lishi qatorliq omillarga berib taqiladi. Xo'sh, mana 2008-yil Amerikada yuz bergan pul muomala krizisi to'g'risida bir videoliq film ishlagan 2015-yili. Men buni o'sha leksiyaning ostiga ulab qo'yaman, ko'pchilik ko'rib bo'ldi. Ya'ni 2008-yili yuz bergan iqtisodiy krizis uy mulk sohasidan kelib chiqqan zot qanday bo'lgan deganni bir tushundirgan. Endi ma'lum qarindoshlarga shu ahvol ya'ni yuz beramdi oldimizda deydigan nisbatan buning ehtimolligi intayin tuban. Bir narsa yuz bermaydi deb kesib aytib olmaydi. Chunki muqarrarlik o o'limdan boshqasi muqarrarlik har qanday ishning yuz berish ehtimolligi bor. Kichik tuban bo'lsa-mu. Xuddi biz 2019-yilning oxirida vaboning paydo bo'lib dunyoga tarilib insoniyatni bol talafotga uchirishni hech kim o'ylab baxmaganidek. Ammo kishilar faraz qilgan shunday kasallar, shunday yer shari xarakterli sog'lomlik kirisi yuqumli kasallar paydo bo'lib turdi, muhitning o'zgarishi, kishilarning turmush shu tanlashlarning o'zgarishiga ergashib
Müşün ahvallar yüz berdi degan aql parazlar bo'lgan, lekin uni qachon, qaysi shaklda, nima bo'lganligini haqlar aldirab bilmaydi. Bilmagan. Shunga o'xshash bu xil iqtisodiy krizis qanday shaklda bo'ladi? Iqtisodiy krizisni biz qachonmaymiz. U bo'lib turadi. Ya'ni iqtisodning davriyligi va ma'lum vaqtga kelgan vaqtda u yuz berdi, lekin pat yaqinda oldimizda buning yuz berishining ehtimolligi aytib tuvan. Chunki 2008-yildagi ahvol bilan hozirgi ahvol o'xshamaydi. 2008-yildagi ahvol qanday deganda, shu mening videolarimni qarasam bo'ldi. Ammo hozirgi ahvol qanday deganda, vabo butun insoniyatningki turmush usulini ishlab chiqarish iste'mol hammani o'zgartirib o'tdi. Ya'ni kishilar masalan burun hammadan ishga boradi. Shunami zavodlar mashinalar minib turadi. Vabo uni bir uzib qo'ydi. Zavodlar to'xtab qoldi, qatnashdan transport to'xtab qoldi degandek. Hamda nima ishga yaqinda men Amerikaning, Kanadaning kemi shu iqtisod taraqqiy qilgan davlatlarda ömürlük bazara favqulodda shuna qizib ketdi. Qizib ketdi degan gap shu o'yini olimiz deydigan odamlarning jiqliqi baho yuqori bo'lgan sari buni olimiz deyotgan odamlarning ko'pligininki ishi. Hatto bizning atrofimizda bir o'ylarni shunday bir ma'lum bahoda bizning bir ko'chada bir o'yini 789 ming dollarga sotamiz deb chiqarib qo'ygan, chiqarib qo'ysa, o o'yini shu bir shanba yakshanba kuni open house qilibdi, ya'ni o'yini ko'rib ketadiganligi. 100 dan ortiq odam ko'rib ketgandan keyin u o'yini setib turadigan odam real estate agent, broker debdi o'yining egasiga. Sen uyning bosiga yana qo'sh oldirib sotma deb. 100 ming dollarni qo'shib qo'shsa, shuni oladigan odam chiqibdi. Ya'ni so'rg'indimi jiq pulni talab qilsa, beradigan odamni bo'layotdi degan. Bundan bo'lsa, haqlarda bu nima ishqa bu xil talab buna ishib ketdi degan vaqtda bir necha xil sabab. Birinchisi, o'y degan qayta ishlab chiqarg'ili bo'lgan bir tovar emas. Masalan, oyoq deymiz, romal deymiz. Andan keyin mesela qo'g'in davuz deymiz, ularni terisi qayta ishlab chiqarg'ili bo'ladi. Malani zavodlarda qayta tikkilay yasab chiqarg'ili bo'ladi, ammo o'yni unda qilib bo'lmaydi. U muqim, ya'ni zimin degan cheklik, muqim bir ziminning ustiga qurilgan narsa. Shuna bo'lganlikdan kishilarningki ham odamlarda shunday bir istak bo'ladi. Ya'ni o'zimning uy bo'lsa, cho'ngroq yerda yaxshiroq uyda tursam ekan deb. Chunki bu uy jihatda bir uyga ega bo'lishning o'zimi Amerikaliklarga nisbatan aytganda emas, hamma odamga nisbatan aytganda muhim. Amerika tushining yadrosi, bu to'g'risida men videolarımda so'zladim, bir uy bo'lishi kerak, o'z oldiga uy bo'lishi kerak. Bizning ota-bobolarimizmi kishilarningki yer degan oltin qo'ziq deydigan bir so'zi bor. Shu ma'noni aytgan vaqtda hozir bir uyning bo'lishimi bir oltinga barobar bo'lganlik, muayyan boylikqa ega bo'lganlik. Ya'ni biz uyni setib olsak, ma'lum vaqtdan keyin birinchidan bu uyninki bahsi ish bandaman ish band uyning bahsi, ikkinchidan bu uyning igdorchiligi bizda bo'ladi. Andan keyingi kunda bizning keyin hayotimizning bekitib kelgan vaqtda bu uyni o'zimizning avlodlarga qoldirib ketalaymiz. Shunga aql ota-onalar hamon o'zining bolalarga muayyan miros qoldirishni o'ylaydi. Nima bir avlodga qaraganda bir avlodningki turmush saviyasi ish mangdi yoki tuvallab mangdi. Ikkinchi avlodning turmush saviyasining yaxshi bo'lmasligi, hayotning yaxshi bo'lmasligi birinchi avlodning tanlashining nachar bo'lganligidan. Ko'pincha qaraydigan bo'lsak, birinchi avlod yana ota-onalari tirishib bir ishni qilib bersa, ikkinchi avlodga kelgan vaqtda ikkinchi avlod birinchi avlod yaratib bergan boylik asosida yoki yaxshi sharoit asosida o'zini texmi yaxshi qiladi. Agar birinchi avlod ishni yaxshi qilmasa, tirishmasa, kalla qatolmasa, dunyoviy fan texnikadan yangiliklardan keyin qolsa, nodonlik va jaholatning ichida qolsa, o'zilam bir xil nachar sharoit yashab olmasdan keyingi bolalarga, avlodlarga bu ishlarni qoldirib mangadi. Shunga tanlashni yaxshi qilish kerak. Bu tanlashni yaxshi qilishning bir usuli shu o'zimizning atrofida bo'layotgan ishlarni bilish kerak. Kishilar nimaga qarab turib o'zining ahvolini yaxshi qilyotdi, qanday tanlashlarni qilyotdi, uni bilishimiz kerak. Tanlashlar cheksiz nurg'un bo'ladi. Bu tanlashlarning ichida yaxshisi bo'ldi. Yaxshi tanlashning birisi imkoniyatimiz bo'lsa, muqim xizmatimiz bo'lsa, bir yerda uzoqroq turishni xohlasak, tura olsak, o'zimizningki iqtisodiy qobiliyatiga bir ishini olsak, bir uy ag'anga yetmaydi. Hamda ba'zi qarindoshlar, masalan, Teksasda uylar azanken, to'g'ri, Amerikaning ba'zi yerlarida uylar azan, ba'zi New York, Washington DC, Bostonlarga qaragan vaqtda ba'zi yerlarda uylar azan. Shu o'zimiz turayotgan shtatlarning ichidami, shahardan bir soat mashina desak, u yerlarda uylar azan. Lekin bu narsalarni o'zimizning amaliy ahvoliga qarab
bilishimiz kerak. Mana bu shunda baza qizayotgan bunda sharoit ostidami ikki turli odam bo'ldi. Bir turli odamlar deydi, uyning basi qizib ketdi, uyning basi tushib ketdi, uyanmanglar, saqlanglar deydigan odam bo'ldi. Ya'ni bu shundoq bozorning ichidami bu uyning basi davomli o'sidi, uy ilinglar deydigan odam bo'ldi. Ya'ni mayli bozor kasat bo'lsin yoki chapchap bo'lsin, hamon o'xshamagan fikrdagi odamlar bo'ladi. Nemishqa? Chunki odamlarning masalaga tutgan ko'z qarashi, tafakkuri o'xshamaydi. Agar o'xshash bir masalaga, ya'ni bozor degan qanday shaklda o'xshash bir masalaga o'xshamagan ko'z qarashga, qarim-qarish fikrdagi odamlar bo'lganligi uchun ilm berim bo'ladi. Men bir narsamni uyamni sotaman, chunki uyning bahosi o'sdi, hamda bundan keyin o'smaydi. Dal shu vaqtning o'zida ma uyning bahosi yana o'sdi deydigan bir odam bo'ladi. Shu ikkimizning fikr qarashlari o'xshash bir masalaga nisbatan qarim-qarish bo'lganligi uchun bozorda ilm berim bo'ladigan gap. Shunga biz ikki tarafning gapini anglab, ondan uni o'zimizning amaliyatiga tatbiqlashimiz kerak. Ya'ni uyning bahosi eshib ketdi. O'yilish kerak deydiganlarning nima sabablarini anglab beqish kerak. Uyning bahosi ham tushidi, iqtisodiy bo'hron bo'lishi mumkin, o'sim nisbati anadan keyin o'sim nisbati ish mumkin, shu joyda uyning bahosi tushidi deydigan qarash bo'lishi mumkin. Buniga diqqat qilishimiz kerak. Anadan keyin o'ylagan vaqtda ba'zi qarindoshlar rayonni tanlaydigan gap albatta. Ya'ni shu rayonniki maktab amanlıq saqlashqandaq, maktab sayya saqlashqandaq, doktorxona yaqin, bozorga yaqinmi deganga o'xshash. Anadan keyin biz Uyg'urlar ijtimoiy xalq, ya'ni o'zimizningki qavmlarimizning 3-4 odam bo'lmasa, paranglashib turmasak, yuraklarimizning bir yerlarimiz qonmaydi. Shunda bo'lganlikdan bir jamoatni tanlaydigan gap, ya'ni o'zimizning Uyg'urlarga yaqin. Bu bizlarga emas, boshqa millatlarga o'xshash Haytiliklar, o'sha Amerikaga kelgan vaqtda Haytiliklar bor, yana topdi Xitoylar, o'zlarining New Yorkning flashini topdi, Vyetnamliklarmi, shu demeniki Massachusetts'niki Lowell deydigan yer va Vyetnamliklar jiq kelgan. O'shani topdi, Somaliliklarmi Minnesota'dagi yana topdi, Ilhon Umarlar chiqqan yerlar. Demakchi Michiganmi Minnesota mashina yerlarni topdi. Hammadan o'zining qavmini izlaydi degan gap. O tushunishlik. Shunga ba'zi qarindoshlar men Uyg'urlar bayagi tursam bo'ladi deydigan uni hissiyat jihatini tushunishga bo'ladi. Ammo uyning quli bo'lib qolsak qatti bo'lmaydi. Buni tushunish kerak. Nima desa imkoniyatimiz yo'q ahvol ostida biz uylarni olaman deb bak kuchab qo'ysak, u joqda ishlarni chadash qiladi. Ya'ni bir yerda uzun turishimiz kerak. Uzun turgan sharoit ostida qisqa turib qolsak, o joqda kira ko'tarmaydi deymiz. Ya'ni bir idraklik qaror chiqarishni bilishimiz kerak, hisoblashimiz kerak, ishlarni hisoblash mayla, hissiyotimizni tayinib ketgan bilan ish bitmaydi. Ondan sirti yana agar bozordan o'ylashga qudratimiz yetmasa, kirimimiz to'g'an bo'lgan bo'lsa, HUD deydigan bir narsa bor. Housing and Urban Development deydigan Amerikaniki uy va shahar taraqqiyot idorasi. Mana bu shular har qaysi shtatlar, har qaysi shaharlarda bularning ishxonalari bor. Shular ma'lum uylarni hatto yangi uylarni bozordan 60%, 70% to'van qilib, to'van kirimlik odamlarga setib berdi. Mana bu shunday ahvollarni bilish kerak. Anadan keyin abay degandagidek o'ylishniki ortiqchilikni so'zlaydigan nima deydi desa, uyga idorchilik qilsan, erkinliging bo'ladi, uyning qiymati eshib boradi, undan bojdan o'tsan deganga o'xshash gaplarni qildi. O'ylishni hozir uyning vaqti emas deydigan nima deydi desa, uyning bas bak eshib ketdi, bu yana to'vallaydi. Aldirab, ammo uy olsang, uningki property tax uy mulk besh to'laysa, undan keyin toksu pullar qimmat buzilib qolsa, adam chaqirsa deydigan manda darab turibdi. Shunga muhimi qarorni o'zimiz chiqaramiz, o'zimizning sharoitimizni o'zimiz bilamiz, yanchiqimizni o'zimiz bilamiz. Ammo imkoniyat bo'lgan sharoit ostida men o'ylish tarafdorini shuni tashabbus qilib imkoniyat bo'lgan ahvol ostida. Anadan sirt men o'tgan so'zlayotgan vaqtimda gapim uzilib qoldi. Rvandaning gapini qilayotgandim. O'ylagan vaqtda shu uyga ishlatgan material qurilishlarningki qanday bo'lishini buni bilish kerak. Chunki bu yerda sog'lomlik bilan kishilarning kirim o'tirsida, kirim bilan sog'lomlikning o'tirsida bir xil mundaq munosabat va zich bog'langan. Ya'ni odamlarda welfare, healthier deydi. Boy bo'lgan sari sog'lom bo'ladi deydi. Healthier, welfare deydi. Sog'lom bo'lgan sari texnik bayroq bo'ladi deydi. Demak bir-biriga ta'sir ko'rsatadi. Bundan desam ba'zilar o'pib, palonchi hojim 60 yoshda, 55 yoshda milliardlab pul olib tugab ketdi. Oy palonchi Steve Jobs 57 yosh tugab ketdi. Nurg'un hikmatli so'zlarni qoldirib, nurg'un boyliqlarni qoldirib deydigan gaplar bo'ldi. U ayrim ahvol. Biz umumiy ahvolga chiqish qilib so'zlaymiz. Ya'ni biz
bir tal daraxtga qarab turib, bütün ormanga baha vermemiz. Bir yerde ondaq qilsak, bir yerde umumlashtirish xatolig'i yuz berdi. Statistikada oshkun qimmat degan bir qimmat bor. Ya'ni normadan sırt kishilarninki odatda ko'rgan bilganning sirtida tashayinda shundoq bir ahvollar bo'lib qoladi. Ahil ahvol, ba'zi favqulodda boy odamlarning yosh o'lib ketishi bu ayrim ahvollar. Unga qarablam anadan keyin nima desa, shu bu narsalarni uy ilishga tadbiqlagan vaqtdami palonchi uy palonchi uylarninki pustanchi uylarning qimmat yerlarda yashaganning nima foydasi bor, tirikmizaqmi uy joylar bu o'ttasaqmi bo'ladi ekan-ku deb manda o'ylab qolsak, ayrim bir ahvolni ko'rib turib shuna tepishilgan judochini amdag'an tugab ketdi. Undan ko'ra ijaraga kelib erkak yashab pulni yeb ishib qilsaqmi bo'ladi emasmi deydigan manda xayolga kelib qolsak, ya'ni yaxshi olmaydi. Undan keyin biz uylarning ma'lum bir rayondan uy olamiz degan vaqtda cho'qim shu uylarninki statistikasi shu atrofdagi öymlükniki ahvalını yaxşı bilishimiz kerak. Statistikada o'ttirdagi qimmat va o'ttirchi qimmat deydigan hukm bor. Agar biz shu rayondagi uy bahosining o'ttirchi qimmatini o'lcham qilsak xatolashgan bo'lamiz. Biz cho'qim o'ttirdagi qimmatni o'lcham qilishimiz kerak. Ya'ni mean price and median price deb qo'ydi. Median price degimiz o'ttirdagi qimmat. Ya'ni 100 uy bo'lsa, 100 uyning o'ttirdagi 101 uy bo'lsa, 56-cı uyninki bahası 300 ming dollar bo'lsa, bu deganlik nima desa, şu rayında 50 uyninki bahası 300 ming dollardan töven, 50 uyning bahası 300 ming dollardan yuqori degan gap. 300 ming bu 300 mingdan yuqori uyning ichida eng yuqorisidan necha 10 million degan gap. Andan keyin 300 mingdan töven 50 uyning bahasini 150 ming bilan 300 ming atrofida tavrindi. Bundan ichida o'zimizga muvofiqni topsaq bo'ldi degan gap. Agar o'ttirchi qimmatga baho qaraydigan bo'lsak, o'xshash bir uy, ama bularning o'ttirchi qimmati 650 ming. Nimishqa? Chunki bu yerda 10 million, 9 million, 8 millionlik uylardan bir nechasi bor. Shu o'ttirchi qimmatni bu oshirib o'tadi degan gap. Shuni biz uy sotib olgan vaqtda shunday uchurlarga diqqat qilishimiz kerak. Albatta, o'sim nisbatini buna qarash kerak. O'sim nisbati deganimiz biz olgan qarzningki, bankdan olgan qarz pul uchun to'laydigan haq. Ya'ni ma'lum narsaning bahasi qimmat bo'lsa azalasiz-ku. Hazır o'sim nisbatining tuvan bo'lishi kishilarning nurg'un qarz elishiga nisbatan ilhom berdi degan gap. 2023-yilda agar Amerikaning Markaziy bankasi o'simni o'stirib qoldi, ashib qolsa, kishilarning oldigan qarz miqdori az bo'ladi, qarz olgan odam az bo'ladi. O chaqda baho tuvalaydi degan gap. Ondan sonra yana bu uy bahosining qimmatlab ketishiga ta'sir ko'rsatgan sabablar nima desa, birisi men dedim-ku o'tganda iqtisodiy taraqqiyot rayonlarida vaboning yuz berishi bilan asosan xizmatni yo'qotib qo'yganlar tuvan maosh oladigan shu ishlab chiqarish va shu mulozimat, sayohat, shu mulozimat sohasidagi masalan ko'ngil ichish, andan keyin qatnash transport, andan keyin sayohatchilik, ya'ni mehmonxona degandek, mushu tiz tomoqxona degandek mushular xizmatlarni yo'qotib qo'ydi. Ammo ishxonada o'tirib kompyuterni ishlaydigan odamlar, ya'ni kirmi yuqori odamlar bularning xizmatini yo'qotib qo'yishni aytib tuvan bo'ldi. Undan sirt Amerika hukumati bir necha qatim bu kishilarga pul berdi, ishsizlikdan qutulish pulini berdi. Hozir 5% umum bahadagi pulninki 5%ni to'lalaydiganlar ish bo'lsa, bankda o'sim nisbati tuvan bo'lgandan keyin banklar kishilarga qarz berib yurish orqali pul topadigan bo'lgandan keyin kishilarninki shu uy ilish qizg'inligi yuqori ko'tarilib qoldi degan gap. Buning ustiga yangi uylarning bitishi, uylarning silishmi asta. Yana birisi bahoning o'rilishiga sabab bo'lgan bir narsa, uy silishning tannarxi yuqori chiqib ketdi. Ya'ni sement, yog'och, po'lat to'mir degan o'xshash narsalar agar ketadigan ish bo'lsa, andan emgakchi bularning hammasining tannarxi ishib ketdi. Bu tabiiy holda bir uyni yasash uchun, saladigan yangi uyni yasash uchun ketadigan xarajatni oshirib etdi. Bu bahoni yuqori ko'tarmay qanday qiladi? Lekin shuni olamiz deydigan odamning bo'lishi bu kishilarni o'ylantiradi. Bu kishilar pulni nerdan deb Dogecoin setib pul deb ketdim bular yoki Shiba Inu setib pul ketdim deb. Topqanlar bor, lekin bular az undaq odamda. Ama bu yerdagi tüp sebep nima desa, kishilar bular iqtisod taraqqiyot qilgan Amerika, Kanadadagi odamlarga nisbatan iqtisodiy ahvolda o'ylagandek yomon bo'lib ketmadi. Hukumatning har xil qutqizish iqtisodiy yordam tadbirlari kishilarningki iqtisodga bo'lgan ishonchi uy bahosidagi qiziqchilikning ko'tarilishini keltirib chiqadi. Oldimizgi yillarda uyning bahosi 1-2 yil ish mumkin belki ishib ketmaydi. Hozirgidek ishib ketmaydi. Hamda u qizib chap-chap bo'lib, chap-chapdan asta-asta
tushidi degan gap. Ammo uy degan bir muqim mulk bu kasatlashib tushib bir yerga ketmaydi. Tushsa ma'lum mazgillik bo'ladi. Ammo sharoitli bo'lsa, imkoniyatli bo'lsa, o'zimizningki nimalarni hozirlasak, sharoitlarimizni hozirlasak, buni olsak bo'ladi. Andan keyin men had degan gapni nima deb qo'ydim. Agar kirimi tuvan qarindoshlar bo'lsa, o'zimiz bor rayonlardagi had, ya'ni Housing and Urban Development Agency shularga aloqalashib hukumatning organi. Shundaq men kirimim tuvarakdi, 5 balam batdi, 3 balam batdi. Bu Amerikada da'vatimi? Bu gap Amerikada bu. Shundaq bir o'ylaydigan tim, lekin kirim yo'q desa, kirim bak tuvan desa, ular qarab turib, ba'zi uylarni, bozorlangan uylarning ularning qo'yilgan sharti va uy mulk taraqqiyot shirkatlariga sen 100 korpus uy solsan, bundan ichida 10 ni tuvan kirimdagi odamlarga bozorni tuvan bahada 60-70% tuvan bahada bersan deydi. Unda vaqtda siz shu bozorda 500 ming, 600 ming dollar xarjlab oladigan uyni siz 150 ming, 200 ming dollar atrofidagi pulga olasiz. Buni bilib qolinglar. Unda bo'lsa so'zlar bak jiq bo'lib ketmasligi uchun bunu serkib qilsizlar. Gapimni shat to'xtay, rahmat.